Assalomu alaykum hurmatli Agrohouse kuzatuvchilari. Mana qisqa tanaffusdan keyin biz Agrohouse maktab loyihamiz uchun navbatdagi videomizni tayyorladik. Siz azizlarga bir foydali ma'lumot berishni niyat qildik. Avvalambor hozirgi mavzumiz sal kattaroq mavzu, oldindan aytib o'tishim kerak. Ozroq bizga vaqt ajratasizlar degan umiddamiz. Mazkur mavzumiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Mavzumizning nomini kam xarajat, ko'p hosil deb qo'ydik. Bugun aminokislotalar bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni bizda bugungi kunda juda ko'p aminokislotali o'g'itlar bozorda tarqalib ketdi. Biz hech qaysi o'g'itni yaxshi yoki yomon demaymiz. Biz bu mavzularimizda, maktab loyihalarimizda reklama emas, faqat toza ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta, ma'lumotlarimiz ichida adashmovchiliklar bo'lishi mumkin, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bu narsalarni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Va sizlar bilan birgalikda o'sha mavzu yuzasidan mana izoh qismlarida har mavzumizdan keyin juda yaxshi fikrlar qoldiryapsizlar, savollar beryapsizlar. Mana shu qilayotgan mavzularimiz ham shu sizlarni berayotgan savolinglardan kelib chiqib qilinayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Ana endi aminokislotalar bilan ishlashni o'rganamiz. Avvalambor aminokislota nima? Unga ilmiy ta'rif beramiz hamda uni kimyoviy tarkibini tushuntirib o'tamiz. Aminokislotalar bu barcha tirik organizmlarda, jumladan o'simliklarda ham oqsillarning asosiy qurilish bloklarini tashkil etuvchi organik birikmalarga aminokislotalar deyiladi. Har bitta aminokislota molekulasi endi bu kimyoviy tarkibi, mana amin guruhi, ya'ni NH2 karboksil guruhi mana ko'rsatilgan va uning xususiyatlarini belgilovchi noyob yon zanjirlardan iborat bo'ladi. Ya'ni aminokislotalar maxsus mana shunaqa molekulalardan tashkil topgan bo'ladi. O'simliklar har bitta deylik, o'simlik ham bir insonga o'xshagan tirik mavjudot deb qaraydigan bo'lsak, o'simliklar o'z oqsillari va fermentlarini hosil qilish uchun taxminan 20 xil turdagi aminokislotalarga muhtoj bo'ladi. Bugungi kunda chiqarilayotgan aminokislotali o'g'itlarga bunday yorlig'ini o'qilsa, o'sha yerda aminokislotalar ko'rsatilgan bo'ladi. O'simliklarni aminokislota bilan ta'minlovchi maxsus turdagi aminokislotalar bor. Ularning har bittasining o'zining vazifasini hozir videomiz davomida ko'rsatib boramiz. Endi qarang, qora bilan belgilagan joyimizga alohida e'tibor berishlarini so'raymiz. Sababi bu yerda o'sha deylik shu slaydimizga oid bo'lgan umumiy xulosani berib ketishga harakat qilganmiz. O'simlik oqsili aminokislota o'g'itlarini ishlab chiqarish uchun eng maqbul tabiiy manba hisoblanadi. Endi buni biz rasm ko'rinishida bir tushuntirishga harakat qilib ko'rdik. Bizning fikrimizcha ma'lumotni qanaqadir rasm bilan bir umumiylashtirib ko'rsatsak tushunishga oson bo'ladi. Mana o'simlik oqsili tabiiy manba deb olinadigan bo'lsa, ko'rib turibsiz, oqsilni ishlov berish va aminokislotalarga ajratish jarayoni hamda tayyor aminokislota. Bu hozir aytganimiz o'simlik oqsili aminokislota o'g'itlari uchun eng maqbul tabiiy manba hisoblanadi. Ana endi zamonaviy aminokislotalar o'g'itlari ushbu birikmalarni erkin shaklda, ya'ni mana shu suyuq aminokislotali o'g'itlarga qaralsa, deylik ularning tarkibida azot, fosfor, kaliy juda mayda miqdorda bo'ladi, mikroelementlar bo'ladi va oxirida organik moddalar bilan erkin aminokislota deb yozadi. Masalan, mana hozir bu yog'ini tushuntiramiz. Mana bu yerda bizda masalan Agrohouse kompaniyasi Basalar Avan Natur degan mineral o'g'it sotadi. Mana shu o'g'it mana yozilgan bu yerda tarkibi o'simliklardan, o'simlik manbaidan tashkil topgan aminokislotalardan tashkil topgan mineral o'g'it hisoblanadi. Bu formulasi o'zi 8-4-6, ya'ni 8% azot bor, 4% fosfor, 6% kaliy bor, mikroelementlar bor ichida, hamda oxirida mana shuni yorlig'ida 5-7 aminokislota ko'rsatilgan, ya'ni o'simliklardan olingan aminokislota 5-7% ni tashkil qiladi. Shu yerda bir muhim ma'lumotni aytib ketaylik, azizlar. Bu albatta hozir yana keladi mavzumizda. O'simliklardan olingan aminokislotalar bor hamda hayvon qoldiqlaridan olingan, deylik hayvon terisidan, suyagidan, qonidan va hokazo aminokislotalar bor. Hayvon terisidan hayvon asosli desak, menimcha xunuk chiqmas. Hayvon asosli aminokislotalarda aminokislota miqdori balandroq bo'ladi. O'simlikda esa maksimum chegara bor. Bu chegara 10% ni tashkil qiladi. 10% dan yuqori darajada bo'lsa, demak u o'simlik asosidagi aminokislota emas, hayvon asosli yoki hayvon qoldiqlari asosidagi aminokislota hisoblanadi. Mana ko'rishinglar mumkin, hozir aytganimiz bugungi zamonaviy
aminokislotali o'g'itlar, ular murakkab o'zgarish jarayonlarsiz bevosita o'simlik tomonidan o'zlashtirilishga tayyor bo'ladi. Ya'ni hozir aytganimizdek, o'simlik asosida olingan aminokislota bo'lgani uchun o'simlik uni oson qabul qiladi. Ya'ni buni agar joiz bo'lsa, mana bunaqa bir misolda yozdik. Tayyor ovqatni iste'mol qilish bilan xom mahsulotni pishirish zarurati o'rtasidagi farqqa o'xshaydi. Ya'ni o'simlik asosida olingan aminokislota bu tayyor ovqat hisoblanadi. O'simlik uni shundoq hech qanday energiya sarfsiz qabul qiladi. Ya'ni juda ham 2-3 barobar kam energiya sarf qiladi o'simlik asosida olingan aminokislotali o'g'itni o'zlashtirish uchun. Ushbu o'g'itlar tarkibida eng muhim aminokislotalardan ba'zilarini ko'rsatdik. Ya'ni muhimlari deb o'ylaganimizni glitsin, prolin, glutamin kislotasi, arginin va lizin va hokazo. Ularning har biri o'simlikning fiziologik jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Hozir aytgan 20 ta aminokislotadan ba'zilari. Avvalroqda bunday aytib o'tdik. Ana endi albatta mavzuga e'tibor berishlarini so'raymiz. Birinchi qism tugadi, ya'ni bu ilmiy ta'rif, kimyoviy tarkib tugadi. Ana endi aminokislotali o'g'itlarni an'anaviy o'g'itlardan nimasi bilan farq qiladi? An'anaviy o'g'itlar nima, azizlar? An'anaviy o'g'itlar o'sha azotli, deylik, silitramiz, karbamitimiz, yoki fosforli, amofos yoki kaliyli boshqa o'g'itlar. An'anaviy, doimiy biz ishlab turadigan o'g'itlar. Asosiy farq ularning ta'sir mexanizmi bilan samaradorligida hisoblanadi. Ya'ni o'simlik an'anaviy o'g'itlardan azotni o'zlashtirganda, misol uchun silitrani yoki karbamitni oling, uni avval aminokislotalarga, keyin oqsilga aylantirish uchun fotosintez jarayonidan katta miqdorda energiya sarflaydi. Hozir biz buni rasmda ham ko'rsatganmiz. Tasavvur qildingiz, masalan, azotni deylik silitra berdingiz yoki karbamid berdingiz. O'simlik uni birinchi navbatda aminokislotalarga, keyin oqsilga aylantirish uchun fotosintez jarayonida juda katta energiya sarf qiladi. Bundan tashqari an'anaviy o'g'itlarda yana bitta muammo bor, bu yo'qotishlar. Azotni berdingiz, masalan, silitrani berdingiz, juda tez yuvilib ketadi. O'simlik qabul qilgan holatda tez qabul qiladi, qolgani yuvilib ketadi. Mana shu narsa nazarda tutilgan, asosiy yo'qotish. Aminokislotalarning o'zlashtirish tezligi an'anaviy o'g'itlarga nisbatan 10 barobar yuqori bo'ladi. Tasavvur qiling. Siz aminokislota bargidan berdingiz yoki ildiz orqali berdingiz va azotli o'g'it berdingiz. Yoki boshqa fosforli o'g'it berdingiz deylik. Bular o'simlikni o'zlashtirish tezligi bir-biridan 10 barobar farq qilar ekan. Bu ma'lumotlar hammasi bugungi zamonaviy ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni bular bir necha yillik tadqiqotlardan olingan va bugungi kunda sinovdan o'tgan ma'lumotlar hisoblanadi. Bu ularni stress holatlarida yoki tezkor oziqlantirish zarur bo'lgan vaziyatlarda eng maqbul yechimga aylantiradi. Sizda o'simligingizda muammo bor va uni tezroq bartaraf qilishingiz kerak. Aminokislotali o'g'itlar sizga eng maqbul variant hisoblanadi, optimal variant hisoblanadi. Ana endi birinchi fikrimizni rasmda ko'rsatishga harakat qilamiz. Yana biz topganimiz uchun basmalar avannaturni qo'ydik. Bu boshqa o'simlik asosidagi aminokislotalarda ham shu sistema ishlaydi desak bo'ladi. Endi mana o'simlikni oqsilni sintez qilish jarayonini qaraydigan bo'lsak, hozir boya aytdik, masalan, silitra yoki karbamid berdingiz. U nitrat formadan amoniy formaga aylanadi. Bu yerda energiya sarf qilinyapti. Amoniyga, keyin aminokislotaga va keyin oqsilga aylanyapti. Endi aminokislotali o'g'it basmalar avannaturni biz qo'ydik. Hali boya aytdik, bu reklama emas, prosta ma'lumot berish uchun. Avannaturda esa o'simlik aminokislota hamda oqsilga aylanyapti. 2-3 barobar energiya kam sarflanyapti. Ya'ni o'simlik hech qanday qiynalmaydi, o'simlik darrov o'g'itni o'zlashtiradi. Ammo bu yerda esa qancha energiya sarflanyapti. Buni mana rasm ko'rinishidan berganmiz. Mana azotli o'g'it berganingizda uni yoqish jarayoni, mana energiya sarf qilinish. Bu yerda esa mana endi olovni energiya sifatida ko'radigan bo'lsak, ikkita olovcha, ikkita energiya deylik, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Juda ko'p energiya sarf qilinishini ko'rishingiz mumkin. Vegetativ o'sishni kuchaytirish. Endi aminokislotaning navbatdagi bitta xususiyatlaridan bittasi vegetativ o'suvni kuchaytirish. O'zi vegetativ o'sish nima? Endi ko'pchiligimiz bilmasligimiz mumkin, yo'q bilganlarga takror bo'ladi. Albatta vegetativ o'sish bu o'simlikning asosiy boshlang'ich ekilgan qismidan ildizga hamda bargga o'simlik ko'proq yoki kurtaklarga ko'proq kuch berishi. O'sha jarayonlar vegetativ o'suv bosqichi deyiladigan bo'lsa, keyinchalik generativ o'suv bosqichiga o'tadi. Ya'ni bu o'sha meva tugish, mevasini yiriklashtirish, mevasini qizartirish holatlari. Demak, bu generatsiya
o'suv jarayonlari hisoblanadi. Endi vegetativ o'suv davrida, ya'ni boshlang'ich davr deylik, o'simlikni chaqaloqni o'sha katta bo'lish jarayoni deb oladigan bo'lsak, hamda hosildorlikni oshirish jarayonida aminokislotani zarurati. Eng muhim zarurati, afzalliklardan bittasi ularning vegetativ o'sishini sezilarli darajada rag'batlantiradi. Ya'ni bu, masalan, bunga qaysi aminokislota ishlaydi desangiz, endi deylik amannaturni berdingiz, amannaturning ichida glitsin bilan glutamin kislotasi bor. Bu aminokislotalar fotosintezni faollashtirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular xlorofil hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Xlorofil esa bu o'sha yashil massani ta'minlab beradigan deylik molekula hisoblanadi. Bu yashil massa o'sha o'simligimizning yam-yashil bo'lib turishiga xizmat qiladigan narsa. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam doimiy aminokislotalar, endi odatda bugungi zamonaviy aminokislotalar 10-14 kun oralig'ida qayta qo'llashni tavsiya qiladi. O'shalarni deylik doimiy muntazam qo'llash deganda shu narsa nazarda tutilgan. Barg yuzasi 25-30% ga oshadi. Bu esa quyosh nurini ko'proq qabul qilish va oziqa moddalar ishlab chiqarishini kuchaytiradi. Endi ildiz uchun qanaqa ahamiyatga ega aminokislota? Ildiz uchun biz buni tarjima qilganda inqilob yaratadi deb yozdik. Albatta bir juda kuchli bu degani, kuchli ta'sir qiladi. Masalan, hozir bu aytgan 20 xil kislotamizdan ildiz uchun asosiy ishlaydigan aminokislotalar bu arginin va lizin hisoblanadi. Bular o'simlikdagi mayda ildiz tubchalarining o'sishini rag'batlantirib beradi. O'zlashtirish yuzasini sezilarli darajada kengaytiradi. Ya'ni bu o'zlashtirish yuzasi deganda barg orqali berganimizda o'sha barg orqali o'zlashtirish yuzasi yoki ildiz orqali ham bemalol aytsak bo'ladi. Ildiz orqali o'sha o'simlik to'qimalaridagi o'g'itlarni bemalol tez harakatlanishiga sababchi bo'ladi. Bu esa suv va oziqa moddalarining yaxshiroq o'zlashtirilishiga e'tibor bering. Biz odatda nima beramiz o'simlikka? Doimiy suv, mineral o'g'it va hokazo. U yaxshi o'zlashtirilishiga, o'simlikning tuproqqa mustahkamroq birikishiga hamda qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishga olib keladi. Mana shu yerning o'zida 3 ta afzalligi aytib o'tildi. Aminokislotali o'g'it bersangiz, mana shunaqa bir afzalliklarga olib keladi. Va aminokislota o'g'itlaridan foydalangan dehqonlar shoxlar va barglar sonining ko'payishi, o'sish tezligining ortishi va poyaning mustahkamlanishini kuzatishgan. Bu endi tadqiqot. Ana endi navbatdagi bir statistikaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ushbu barcha fiziologik yaxshilanishlar natijasida hosildorlik ham sezilarli darajada oshadi. Hozir boya vegetatsiyani aytdik, tushunib oldingiz. O'simlik demak 25-30% bargidan, ildizidan oziqani olishga yaxshilanar ekan. Endi hosildorlikka nima ta'siri bor? Doimiy aytiladi, lekin raqamlar bilan ko'rsatsa tushunishga osonroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana deylik, pomidorda hosildorlik 30-40% ga oshishi kuzatilgan. Bodringda 25-35, sitrus mevalarida 20-30%, bug'doy va makkajo'xorida esa 15-25% gacha hosildorlik oshishi kuzatilgan. Bu yana aytamiz, bir marta qo'llanganda emas. Bizda sal noto'g'ri tushuncha borda, deylik, o'simlik rivojlanish fazasida boshidan har bitta agrotexnik qadam to'g'ri qo'yilishi kerak-da. Ya'ni boshidan kaliyli o'g'itlar yoki fosforli yoki azotli o'g'itlar doimiy bir me'yorda berib kelinishi kerak. Odatda shunday bo'ladiki, meva qizarish davriga kelganda bizga dehqonlar aytadiki, shu tezlashtirib beradigan, qizartirib beradigan, tezroq katta qiladigan o'g'it yo'qmi deydi. Agar siz boshidan doimiy kaliy bilan yoki fosfor yoki azot bilan o'simligingizga berib bormagan bo'lsangiz, bittada sizni mevangizni yiriklashtirib beradigan yoki qizartirib beradigan afsonaviy, mo'jizaviy dori yo'q. Qandaydir stimul beradigan, rag'batlantiradigan, juda mayda miqdorda qandaydir o'g'itlar bo'lishi mumkindir, lekin bu hozir aytganimizdek mo'jizaviy unaqa o'g'it yoki dori yo'q. Uni siz doimiy to'g'ri agrotexnikada borishingiz kerak. Ya'ni muntazam aminokislotali hozir aytganimizdek 10-14 kun oralig'ida o'simlikka berib borsangiz, mana bu natijaga o'shanda siz erishasiz. Bu oshishlar nafaqat miqdor, balki sifat jihatdan ham sezilarli bo'lib, ya'ni bu faqat shuncha 30% ga oshdi yoki bo'lmasa 15% ga oshdi emas, sifati ham yaxshilanadi o'simligingizni. Tashuvchanligi, rangi, ta'mi va hokazolar. Aminokislotalarning foydasi faqat hosil miqdorini oshirish bilan cheklanmaydi, balki mahsulot sifatini hozir aytganimizdek, mahsulot sifatida mana BRICS 2-3 birlikka oshish kuzatiladi. Bu yaxshi, shirin narsa ko'p xohlaymiz-ku. Demak, aminokislotani yana bitta foydasi BRICS darajasi bu mevaning shakar miqdorini oshirishini bildiradi.
Masalan, endi olma uzum miqdorida ko'rsatdik. Masalan, olmada shirin bo'ladi, uzumda shakar miqdori ortadi. Sitrus mevalarda esa tam yanada muvozanatli bo'ladi dedik. Mana ko'rsatib o'tdik o'sha rasm orqali. Hozir aytganimizdek, masalan, aminokislotalar mevalarning tabiiy rangini yaxshilashga yordam beradi. Pomidorlar uchun masalan chuqurroq va bir xil qizil rangga ega bo'ladi, ya'ni bir xil rang beradi. Va boshqa ekinlarda ham mana ko'rsatib o'tdik. Endi atrof muhit stresslarga chidamlilik. Asosiy narsaga kelyapmiz. O'zi aminokislotalarning eng muhim xususiyatlaridan bittasi bu stressga qarshi o'simlikni bardoshliligini oshirish. Eng muhim stressga qarshi ishlaydigan aminokislotalardan bittasi bu prolin hisoblanadi. Bu o'g'itlar tarkibida muhim aminokislotalardan biri bo'lib, o'simlik hujayralari uchun tabiiy himoya modda sifatida ishlaydi. O'simliklar qurg'oqchilikda, yuqori haroratda, sho'rlanishda va hokazolarda, demak, prolin hujayralarda to'planib, osmotik bosimni tartibga soladi. Hujayra tuzilishini saqlaydi va ichki suvsizlanishni oldini oladi. Biz hozir mana bu yerda yana bir ikkita deylik dunyo bo'ylab bugungi kunda millionlab gektar yerga ta'sir qilayotgan tuproq sho'rlanishi muammosini ham aminokislotalar orqali qisman yechsa bo'ladi. Ya'ni glitsin hamda prolin aminokislotalari o'simliklarga yuqori tuz miqdori sharoitida ham suv muvozanatini saqlashga yordam beradi hamda natriy va xlor ionlarining to'planishi natijasidagi zaharlanishni kamaytiradi. Mana shu xususiyati orqali sho'rlanishni qisman yechsa bo'ladi. Tajribalar ishlov berilgan o'simliklar ishlov berilmaganlarga qaraganda 40% yuqori sho'rlanish sharoitida ham normal o'sishi mumkin degan tadqiqotni ko'rsatib o'tdik. Endi hozir men sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Bugungi kunda o'zi stresslar ikkita turga bo'linishini aytib o'tmoqchiman. Nimaga bir nechta slaydlardan o'tib ketdim? Chunki asosiy slayd mana bu yerda hozirgi 3 ta slaydni ko'rsatib tushuntirib beradigan narsa. Stresslar ikkita turga bo'linadi azizlar. Abiotik stresslar bor, biotik stresslar bor. Bu abiotik stress noorganik omillar ta'sirida. Bu nima omillar desa, mana yuqoridagi 4 ta omil. Qurg'oqchilik, ya'ni suv yetishmasligi, yuqori yoki past harorat, issiq sovuq, sho'rlanish, yorug'lik yetishmasligi yoki ortiqchalik hamda kimyoviy moddalar ta'siri, qanaqadir dorilar sepsak, o'shalardan o'simlikka yetadigan ta'sirlar abiotik stresslar deyiladi. Rasmlarda ko'rsatdik, mana sho'rlanish, qurg'oqchilik, masalan, yuqori past harorat yoki kimyoviy moddalar ta'siridagi holatlar. Ko'pgina yorliqlarni, o'g'itlarni yorlig'ini o'qisangiz, mana shu so'zlar yoziladi-da. Abiotik stress deydi, biotik stress. Ko'pchilik buni tushunmasdan o'tkazib yuboradi. Mana shu ma'lumot biz o'ylaymiz sizga eng as qotadigan ma'lumotlardan bo'ladi. Abiotik stress deganda ko'z oldingizga mana shular kelsin. Endi biotik stresslar nima deyilsa, bu tirik organizmlar ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bular zarar kunandalar, o'simliklarga zarar qiladigan zarar kunandalar, kasalliklar, zamburug' bakteriya va virus va hokazo. Hamda begona o'tlar bilan raqobat deb yozdik endi bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin. Masalan, zarar kunandalardan o'simligingizga yetgan zararlarni aminokislotalar orqali oldini olsangiz bo'ladi va hattoki davolasangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam kasalliklar bular hamda uchinchisi begona o'tlar bilan bo'ladigan holatlarda ham aminokislotalar juda bizga qo'l kelar ekan. Bu biotik stress deyiladi. Endi oziqa moddalarining o'zlashtirish samaradorligini oshirishga keladigan bo'lsak, aminokislotalar temir, bu yerda asosan shu ko'rsatdik. Bizda endi kimyoviy o'g'itlarimizda yorlig'ining ustida, ya'ni qoplarning ustida mana shu shaklda yozganlik uchun shu shaklda ham ko'rsatdik. Ya'ni bu temir, rux, marganez hamda mis mikroelementlar uchun tabiiy xelatlovchi modda sifatida ishlaydi. Va bu aminokislotali o'g'itlarning tarkibida ham bu moddalar odatda bo'ladi. Masalan, glitsin aminokislotasini oladigan bo'lsak, bu mana shu elementlar bilan bog'lanib, o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladigan eruvchan komplekslar hosil qiladi. Bu esa yetishmovchilik belgilarini tezroq bartaraf etish va mineral o'g'itlardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ana endi o'simlik ichida aminokislotalarning ta'sir mexanizmi samaradorligining ilmiy asosini ko'rsatib o'tamiz. Erkin aminokislotalar, boshida aytdik videoni boshida, kichik molekulyar o'lchami va past og'irligi bilan ajralib turadi. Bu ularning bargdagi stomalar va ildizlar orqali oson o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Ya'ni o'simlik asosidagi aminokislotalar azizlar
kichik molekulyar o'lchamga ega bo'ladi hamda og'irligi past bo'ladi. Shuni hisobiga o'simlik uni katta energiya sarf qilmasdan oson o'zlashtiriladi. Va teskarisi, hayvon asosli aminokislotalarda molekula o'lchami yirik bo'ladi, og'ir bo'ladi va uni o'simlik o'zlashtirishga qiynaladi, lekin juda tez ta'sir qiladi, barqaror ta'sir bo'lmaydi. Shuni ham aytib ketaylik. Juda tez ta'sir qiladi, zo'r ishlaydi, lekin barqaror doimiy bo'lmaydi. O'simlikda sekin ta'sir qiladi, lekin barqaror doimiy ta'sir bor. Shuni ham aytib ketaylik. Barg orqali purkalganda, hali misol orqali aytaylik, tushunarli bo'ladi. Avannaturni sepdingiz. Aminokislotalar bargning mumli qatlamidan atigi 30-60 daqiqa ichida o'tadi va bu boshqa elementlarga nisbatan juda yuqori tezlik hisoblanadi, azizlar. Karbamid sepdingiz va avannatur sepdingiz. Avannaturniki 30 minut ichida 60 minutgacha, ya'ni bu 1 soatgacha o'simlik uni o'zlashtiradi degani. Endi an'anaviy o'g'itimiz juda sekin, hali boyatdik, energiyalarni sarflash kerak. Nitratga aylanish kerak, ammoniyaga aylanish kerak, aminokislotaga hamda oqsilga aylanish kerak bo'ladi. Barglar yoki ildizlardan so'ng aminokislotalar floema tomirlari orqali, ya'ni ildiz orqali o'simlikning deylik barcha qismlariga harakatlanadi. Ayniqsa o'sish faol bo'lgan hududlarda o'sish uchlari, meristema deymiz, o'sish uchlari, o'sha gul kurtaklari va yosh mevalarda ko'proq to'planadi. Mana shu aytayotgan fikrlarimizni biz xohlagan bo'lardik, ozroq to'xtab, yana bir o'qib, yana miyangizda bir sintez analiz qilib o'tkazsangiz, xudo xolasa bir juda ham bir foydali ma'lumot deb o'ylaymiz. Sababi sepdingiz, o'g'itingizda hattoki mana shu joyda siz aminokislotali o'g'itni sepayotganda biz xohlagan bo'lardikki, shu ma'lumot sizni miyangizda o'tkazishni, o'shanda siz bilasizki, ha, hozir men shu o'g'itni berdim va bu u qanday ishlayapti, qanday ishlayotganingizgacha hattoki bilishingiz mumkin. Bu aqlli taqsimlanish oziqa moddalarining eng zarur joylariga yetib borishini ta'minlab, maksimal samaradorlik va yaxshi natijalarga olib keladi. Aminokislotani sepdingiz, demak, o'sish uchlari zo'r bo'lsa, demak, bu sizga plus, o'simligingiz yaxshi o'sadi. Gul kurtaklari bu muhim, hamda yosh mevalar. Bu juda ham muhim. Har bittasi bu muhim holat hisoblanadi. Ana endi eng asosiy joylarga e'tibor beryapsiz. Xuddi kinolarga agar qiyoslash joiz bo'lsa, qiziq joy oxirida keladi-yu, bizda ham qiziq ma'lumotlar oxirga qarab kelaveradi. Aminokislotali o'g'itlarning turlari. O'simlik aminokislotalari, o'simlik qoldiqlari, moyli ekinlar yoki oziq-ovqat sanoati chiqindilaridan olinadi. Hozir aytganimiz. Bu tur 100% o'simlik asosli bo'lgani va hayvon mahsulotlaridan xoli ekani sababli organik dehqonlar tomonidan afzal ko'riladi. Demak, o'simlik asosidagi aminokislotadan foydalansangiz, demak siz organik mahsulotdan foydalangan hisoblanasiz. U tarkibidagi aminokislotalarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi va atrof muhit uchun eng xavfsiz hisoblanadi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi bizdan nimani talab qilyapti? Xavfsiz bo'lgan mahsulot, xavfsiz bo'lgan ekinni talab qilyapti. Hayvon aminokislotalari esa so'yish chiqindilari, baliq sanoati yoki sut mahsulotlaridan ishlab chiqariladi. Bu tur prolin va glitsinga juda boy bo'lib, odatda o'simlik asosligiga qaraganda arzonroq bo'ladi, azizlar. Yuqori samaradorlikka qaramay, u qat'iy organik dehqonchilik talablariga har doim ham mos kelmasligi mumkin. Bu hayvon aminokislotalari haqida gap ketyapti va ifloslantiruvchi moddalardan xoli bo'lishini ta'minlash uchun aniq ishlab jarayonlarni talab qiladi. Ana endi aminokislotalarni ishlab chiqarish jarayoni haqida gaplashamiz. Qanday ishlab chiqariladi? O'sha bu eng muhim narsa. Men bir narsani aytay. O'simlikning biron bir mahsulotning nomi emas, uni tarkibi hamda uni ishlab chiqarish, ayniqsa aminokislotalarda, uning ishlab chiqarilish jarayoni bu juda ham muhim hisoblanadi. Asosiy foydalilik, mahsulotning foydalilik jihatini mana shu narsalar belgilaydi. Enzimatik gidroliz eng ilg'or va sifatli usul hisoblanadi. Unda maxsus fermentlar oqsillarni ehtiyotkorlik bilan parchalaydi va natijada biologik faol L formadagi aminokislotalar hosil bo'ladi. Hozir avannatur dedim-ku, o'sha avannaturning eng afzalligi unda L formadagi aminokislotalar juda ko'p. Va bu eng o'simlik uchun kerakli aminokislota formati hisoblanadi. Bu usul aminokislotalarning sifatini saqlab qoladi. Hozir bu aytgan 20 xil aminokislotamiz bor-ku, shuni biz sifatini saqlab qolishimiz kerak, to'g'rimi?
Uning uchun u enzimatik gidrolizdan foydalangan bo'lish kerak va L formadagi aminokislotalar hosil bo'lishi kerak. U sifatni saqlab qoladi va yuqori qiymatli mahsulot beradi. Ammo eng qimmat usullardan biri. Shuning uchun ham azizlar, o'g'itning qimmat arzonligi buni ishlab chiqarish jarayoniga ham to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Qanaqa formadagi aminokislota olinyapti, qaysi usuldan foydalanyapti. Shuning uchun bizda doim arzon ekan, qimmat mahsulot ekan deyiladi, lekin uni mana endi sizlar tushunyapsizlar degan umiddamiz. Biz sekin-sekin mana shunaqa ma'lumotlarni berib boramizki, siz biling, o'g'it, mineral o'g'it nima uchun qimmat bo'ladi, nima uchun arzon bo'ladi va hokazo. Bu yerda juda ko'p faktorlar bor. Lekin muhim bitta faktorlardan bittasi ham mana shu hisoblanadi. Endi kimyoviy gidroliz usuli bor. Bu kuchli kislotalar yoki ishqorlar yordamida oqsillarni parchalaydi. E'tibor beryapsiz-a? Bu usul tezroq va arzonroq bo'lsa-da, ayrim aminokislotalarni kamroq faol D formadagi hosil qilishi mumkin hamda aniq nazorat qilinmasa kimyoviy qoldiqlar qolib ketish ehtimoli bor. Demak, bugungi kundagi ba'zi bir aminokislotali o'g'itlar afsuski shu gidrolizdan foydalanib parchalanadi, ya'ni kislotalar orqali. Bu ayniqsa ko'pincha bu hayvon asosli aminokislotalar, kuchli kislotalar yoki ishqorlar yordamida oqsillar parchalanadi. Va ularda D formadagi aminokislotalar hosil bo'ladi. Va yana bitta usul bor, lekin asosan mana shu ikkita usul foydalaniladi va mikrobiologik fermentatsiya bor. Bu bakteriyalar yoki zamburug'lardan foydalanib, ma'lum aminokislotalarni yuqori konsentratsiyada ishlab chiqaradigan zamonaviy usul hisoblanadi. Bu zamonaviy usullar, bular qimmat usullar. Bu usul juda toza va aniq tarkibli mahsulotlar beradi hamda ayniqsa glitsin yoki glutamin kislotasi kabi ma'lum aminokislotalarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bu qimmat usul hisoblanadi o'z aytganimizdek. Demak, o'simlik asosidagi aminokislotalar mana bu usuldan foydalanib ishlab chiqariladi. Hayvon asosli aminokislotalar esa bu usuldan foydalanib ishlab chiqariladi. Endi xulosani o'zingiz qiling. Tijorat shakllari. Qanday shakldagi aminokislotalar bor? Suyuq shaklda bor. Hozir juda ko'p. Barg orqali purkash, eng keng tarqalgan suyuq shaklda. Kapelni deymiz, tomchilatib sug'orish orqali ham bersangiz bo'ladi. Tez so'riladi va barg yuzasida bir tekis tarqaladi. Eruvchan kukun dedik, ya'ni parashok shaklda yuqori konsentratsiyadagi aminokislotalarni o'z ichiga oladi. Bu esa tashish va saqlash xarajatlarini kamaytiradi. Ishlatishdan oldin to'liq eritish shart. Aks holda purkagich nozuli dedik, o'sha teshikchalarida tiqilib qolish xavfi bor. Endi suyuq shakl o'z-o'zidan tiqilib qolish xavfi juda ham kam. Shuning uchun ham deylik barg orqali juda ham maqbul optimal variant hisoblanadi. Hamda granula shakldagi aminokislotalar bor. Tuproqqa qo'shish yoki sug'orish tizimlari orqali berish uchun mo'ljallangan. Tuproqda sekin eriydi. Uzoq muddat davomida o'simlikni oziqlantirib boradi. Ayniqsa katta maydonli ekinlar uchun granula shaklidagi aminokislota juda ham mos keladi. Azizlar, mavzumiz sal uzoqroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning uchun uzr so'raymiz. Vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Aminokislotali o'g'itlar, aminokislota haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Ularni sarf me'yorini doim bizdan izohlarda yozishadi-da, sarf me'yori qanaqa bo'ladi. Endi sarf me'yori azizlar, shu yerda bir narsani aytib ketay. O'g'it turiga qaraladi, o'simlik turiga qaraladi, qaysi bosqichda qanaqa qo'llash kerak. Bu individual ma'lumotlarda, ya'ni pomidorda boshqacha, uni o'sish o'zining bosqichlari bor, to'g'rimi? Yosh holatida yoki bo'lmasam bir kurtak gul hosil qilish jarayoni, meva tugish jarayoni, har bitta jarayonda o'zini maxsus dozasi bo'ladi. Shuning uchun unaqa ma'lumotlar biz bermaymiz, chunki u adashmovchilikka olib kelishi mumkin. Kimdir o'sha ma'lumotdan foydalanib qilsa, qandaydir xatolikka yo'l qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz u ma'lumotlarni ko'rsatmadik, lekin agar izohlarda savol bersangiz, albatta javob beramiz. Imkon bo'lsa o'sha o'simligingiz qaysi stadiyada, qaysi bosqichda turibdi, o'shani ham yozsanglar, ma'lumot berish bizga osonroq bo'ladi. Albatta savolinglarni, sizlardan bo'lgan savol, takliflarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.